biz bilib qo'ysin. Assalomu alaykum aziz paxtavodliklar, jamoatchilik nazorati vakillari, aziz vatandoshlar. Mana Korrupsiyasiz kelajak tashkilotini xizmat safari bilan Toshkent shahriga, Toshkent Nod shahriga yetib kelganmiz. Hozirda Chorsuv bozorini atrofida ekanmiz. Endi to'g'rirog'i bu yerlarni men yaxshi bilmayman. Bizga hozir hamroh Korrupsiyasiz kelajak tashkiloti vakili Javlon aka Ahmedov degan akamiz bor. Birgalikda hozir men turgan mehmonxonaga hozir mehmondorchilikdan akamiz bilan o'tirib ketyapmiz. Javlon aka, yo'lga yana sizga yo'lga xalaqit bermayman-da, gaplashib ketamiz. Mana Paxtavodliklar jamoatchilik nazorati degan kichikroq kanalchamiz bor. Paxtavod tumanida, Andijon viloyatida. Mana siz jamoatchilik faolisiz. Juda ko'pdan beri misol uchun ijtimoiy tarmoqda kuzataman sizni. Juda ko'plar biladi jamoatchilik faoli ekanligingizni. Jamoatchilik nazorati degan tushuncha o'zi aslida javdarchasiga qilib, qisqa qilib, qishloqchasiga, qirg'izchasiga tushuntirganda nima deb o'ylaysiz? Jamoatchilik nazorati deganda misol uchun mana shu o'zimizning xalqimizdan chiqqan, o'zimizning shu xalqimizning faollari deymizmi yoki jadid faol aholi deymizmi, o'shalarni xalqimizning bitta qatlamida, aktiv qatlami. Mana shu befarq bo'lmagan, mana shu O'zbekiston o'zimizning vatanimizda bo'layotgan hodisalarga befarq qaramaydigan, mana shu xalqimizning issig'ini, sovug'ini ozgina bo'lsa ham jon kuydiradigan aholi qatlamini shu jamoatchilik faoli deb men shunaqa deb so'rayman. O'zi aslida har bir hududda, har bir maskanda jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak, Javlon aka, to'g'rimi? Har bir tashkilotda, boshqa boringanda u jamoatchilik nazoratida faol bo'lishligi uchun hech bir mansab, mavqe, boshqa narsa kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri. Juda ko'pchilik jamoatchilik nazorati deganda qaysidir bir oliygohni bitirgan yoki biron bir mavqeda ishlayotgan shaxslarni tushunadi endi ko'pchilik. Men shuncha qisqacha tushuncha qilib aytaman. Jamoatchilik nazorati bu har kim. Siz, men, biz va ular, hammamiz. Va har kim jamoatchilik nazorati faoli bo'lishi mumkin. Bu ixtiyoriy va majburiy emas. Misol mana qanchalar rivojlangan davlatlardagi e'tibor beradigan bo'lsak, misol iqtisodiyoti, boshqa hamma sohada rivojlangan davlatlarda aynan jamoatchilik nazorati katta rol o'ynaydi. Mana azizlar, Toshkent shahrining tungi Toshkent shahri. Mana bu tomonlari Islom sivilizatsiya markaziga boramiz. Islom sivilizatsiya markazini hammasi oldingida qurilib, bizning es shahar ko'rinishi. bu avvalgi es shahri. Mana hozir Hassimon masjidining oldiga boramiz. Shu yerda oldi mana katta qilib Islom sivilizatsiya markazi qurildi. Mana shu yer osti tunnellari yo'q edi bilaman. Bu yangi bo'lgan hududlar bu yerlar. Mana shu yoz oyida. Mana hozir mana shu tunneldan chiqqanimizdan keyin chap tomonda o'sha Islom sivilizatsiya markazi va xullas o'zimizning O'zbekiston diniy nazorati shu yerda joylashgan. Muftiy hazratlar shu yerda o'tiradi. Tunneldan chiqqandan keyin ko'rinadi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Go'zal, o'ta ham go'zal. Arxitekturasi, dizayni, xullas hali svetlarimiz o'chib qolgan joylardagilar uchun hammamiz uchun havas qiladigan joylar bo'libdi, to'g'rirog'i. Kechasida ko'rib, svet yo'llar hammasi havas qilib gapirishsa kerak. Svetlarni ko'rib. Ana azizlar, jamoatchilik nazorati faolligi va nimalarga olib kelishdi, mana shu infratuzilmadan, hamma xalq uchun yaratilgan sharoitlardan ko'rib qo'ysa ham bo'laveradi. Jamoatchilik nazorati boshqa joylarga nisbatan, endi qolgan joylar xafa bo'lmasin, balki biz bilmayotgandir, balki biz sezmayotgandirmiz. Toshkent shahrida
ancha aktiv joniki. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Jamoatchilik ancha faol. Misol eko jamoatchilar bor, mana ekologiya bo'yicha daraxtlarni Hamma kesilishiga soha bo'yicha rivojlangan Toshkentda. Toshkent shahrida befarq emasda ko'pchilik nisbatan qolgan hududlarga nisbatan jamoatchilik ancha faol deb bilaman. Albatta, faol. Endi viloyatda ham ozgina shu nima deydi, o'zini viloyati uchun ozgina jon kuydirib, mana shu faollar butun respublika bo'yicha hamma O'zbekiston faollari birlashsak yaxshi bo'lardi. Mana shunaqa takliflar ham bor Toshkentdagi faollardan. O'zi maqsad shu, o'zi faollar birlashsagina ancha yutuqlarga erishsa bo'ladida. Albatta. Ancha yechimlarni yechishga ko'mak bo'lardi mana shu. Bugun kunduz kunda bir endi passajir endi yo'lovchi bilan birga keldik. Toshkentga kelyotib. Misol jamoatchilik nazorati faolligi deganda tushuncha ko'pchilikda har xil bo'lib qolganda. Misol mana jamoatchilik nazorati faolligi desa, ba'zi birovlar aytadi, "Voy, hozir deydi, to'planib bu sen u qoradi bu." Yo'q. Jamoatchilik nazorati faolligi degan u ko'cha yurishi, boshqa degan emas-da. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun qonuniy yo'l bilan jamoatchilik faollari birgalikda hamjihatlikda albatta o'z manfaatini o'ylamagan holda jamoatchilik nazorati faollari birinchi navbatda shu xalq va davlatning manfaatini o'ylaydi. Bu hattoki o'zimizning prezidentimizning oldiga qo'ygan maqsadlardan biri ham shu, jamoatchilik faollarini birlashtirish. O'zlaridan bir necha marta shu takliflar chiqqan. Albatta. Shu narsalar ming afsuski uzoqlarga yetib bormayapti-da, jamoatchilik nazoratini misol uchun. Xalqimizda qo'rquv bor, ozgina bo'lsa ham qo'rquv bor. Lekin nimadan qo'rqadi? O'sha qo'rquvning sababi xalqimizni o'zini nima deydi? U haq huquqini tanimaydi. Haq huquqini bilmaydi. Agar haq huquqini bilganda hech qanaqa qo'rquvni yengish juda ham oson. Buning uchun faqat ozgina bo'lsa ham xalqda tushuncha bo'lish kerak-da. Nazorat jamoatchilik nazorati deganini o'zi ma'nosi nima? Agar shuni tushunib olsakkina, keyin birlashishga ham turtki bo'lardi-da. Ozgina bo'lsa ham tushuncha kerak. Tushuncha bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlarni yoki nima deydi, o'sha jamoatchilarning chiqishlarini kuzatib borish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Juda ko'plarda misol uchun mana jamoatchilik nazorati faolligini misol juda ko'p voqealarga befarq o'tkazib olmaydi-da faollar. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatasiz va kuzatib boramiz hammamiz ham. Har bir ishga befarq qaramaydi. Savol tug'iladi o'z-o'zidan. Ayrimlarda ba'zi bir o'sha jamoatchilik nazoratidagi har bir fuqarolarda siz bizga nima, unga nima degan narsalar o'z-o'zidan paydo bo'ladi-da. Men aytamanki, o'zimning fikrimni aytaman. Bu vatanda har bir qarichi sizu bizniki-da. Shu xalqniki, shu vatandagi har bir narsa bo'layotgan ijobiy va salbiy o'zgarishlar ham bizniki. O'zimiz sababchimiz. Shu sabablik mana barcha jamoatchilik nazorati vakillaridan faol bo'lishlikni, befarq bo'lmaslikni, qonun doirasida misol uchun konstitutsiyada belgilab qo'ygan murojaatlar bo'yicha bemalol har bir idoraga o'z haq huquqini talab qilib qonuniy murojaatlar qoldirishi mumkinligi bu jamoatchilikning asosiy vazifasi deb bilaman. O'ta nafaqat o'ta talab, balki takliflar ham berish kerak. Hukumatga takliflar bersak, misol uchun har manu qanaqadir o'zini mana shu xatda muammoga yechimi bor. Hatto insonni o'zida deb o'ylayman-da. O'sha ichida qolib ketmasin, shuni tashqariga jamoatchilik faol anaqalarga chiqarsa, o'sha yechimni keyin birgalikda yechsa bo'ladi. Bu hattoki hukumatga yordam bo'ladi. Mana shu oldimizda turgan, o'zimizda ko'rib turgan muammolarni yechimini izlasak bo'ladi. Buning uchun taklif berish kerak. Bu taklif berish ham o'sha jamoatchilik nazoratini bir funksiyalaridan bittasi, vazifalardan. Shunaqa gaplar, aziz jamoatchilik nazorati vakillari. Bu nafaqat Paxtavodiylar jamoatchilik nazorati vakillari uchun barcha shu vatanda yashab istiqomat qilayotgan, balki chet davlatlarda
tirikchilik sababli istiqomat qilayotgan, o'qish, ta'lim sohasida istiqomat qilib, ta'lim olib yurgan barcha vatandoshlarimizdan iltimos qilib qoladigan narsamiz, befarq bo'lmaylik, har bir narsaga befarq bo'lmaylik. Befarq jamiyat o'zini kelajagini yutkazadi deb o'ylaymiz. Mayli, hammanglar salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Xayrli kech. Yaxshi kunlar. Sovuqlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Sovqotmanglar, asosiy kasal bo'lmanglar. Javon aka, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sizlar bilan Korrupsiyasiz kelajak nodavlat notijorat tashkiloti vakillari Javon aka Ahmedov va Kamina bo'ldi. Sog' bo'linglar.